Gakayon S Plus avtomobilimiz tayyor holatda. Xo'p, krugovoy tonirovka, oldinlar bo'ylariga so'nzlashdi, salon laminatsiya, rusifikatsiya hamda prilojenelar o'rnatib berildi. Hamda okamlar mashinalariga bitta registratorni qo'shimcha qilib berganmiz MLS brendi ostida. Xo'p. Birinchi navbatda tonirovkalarga bitta baho berib qo'yasiz. Ichkaridan ko'rinishi shunaqa idealniy obzor bo'ladi. Salon laminatsiya ham xudo xolasi idealniy chiqqan, matri plyonkalardan bo'lgan. Monitorlari to'liq ustuliga o'tkazilgan. Ko'rish guvohi bo'lishingiz mumkin. Kerakli qo'shimcha prilojenlar hammasini yozib berganmiz. YouTube, navigator, hammasi joy-joyi, o'rn-o'rnida xudo xolasi ishlab beradi. Shtorkalarigacha ustuliga o'tkazib berganmiz. Klimat kontrollari xudo xolasi tayyor. Ham prilojenlar joy-joyi o'rnashida. MLS brendi ostidan kompaktni turadigan video registratorlar o'rnatib berganmiz. Faqat hozir ma'mullar so'nzlashtirib bo'lgan yopishtirmadik. Bularni ham yopishtirib to'liq obzor qilib beramiz. Xizmatlar bo'yicha maksimum aloqaga chiqaverasizlar, ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz.